Umraga bormoqchisiz, lekin qaysi kompaniya orqali, qaysi tur operatori orqali ketishni bilmayapsiz. Men sizga Centrum Holidays kompaniyasini tavsiya beraman. Birinchidan, agar siz Centrum Holidays kompaniyasidan uchadigan bo'lsangiz, bagajingizga 30 kilo yukka joy beriladi. Bu qaytib kelayotganda Madinaning xurmolari, Zamzam suvlarini olishga juda ham qulay imkoniyat. Ikkinchidan, sizga ma'qul keladigan narx-navoni 4 xil paket qilib qo'yishgan. Xohlisiz ekonom, xohlisiz standart, xohlisiz premium, xohlisiz lyuks paketlarida bemalol xaridlarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchidan, mehmonxonalar oldindan band qilingan bo'ladi. Tushunishingiz uchun check out, ya'ni siz mehmonxonaga kirib borishingiz hammasi o'zini vaqtida bo'ladi. Sababi Centrum kompaniyasi mehmonxonalarni oldindan 1 yilga sotib olgan bo'lishadi. Va oxirgisi bu rasmiy litsenziya, ya'ni Umra litsenziyasiga ega, o'sha $1 million turadigan litsenziyani olib, O'zbekistonda faoliyat olib borishyapti. Agar sizga ham shunaqa qulay takliflarda Umra ziyorati kerak bo'lsa, hozir o'zidan joyingizni band qilishingiz mumkin bo'ladi yoki quyidagi raqamlar orqali to'liq ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi.